Assalamu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan to'rt televiziyasininki bugungi naq maydon programmasiga xush keldinglar. Aziz qarindoshlar, shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Parat Yuronqash bo'laman. Buningdan keyin shu ekran orqali sizlar bilan Xudoyim bursi salomat bo'lsak, har kundagidek ko'rishib turamiz, suhbatlashamiz, mungdishimiz aziz qarindoshlar va mana bu ekranda ko'rinib turgan telefonga ulanıp bu telefon arqılıqmı sizler bevosita bizningki bu naq maydon suhbatimizga dahil bo'la olasizlar, qatnasha olasizlar. Qanday savolinglar bo'lsa, men Dunyo Uyg'ur qurultiyiga munosabatlik va yoki boshqa masalalarga munosabatli qanday savolinglar bo'lsa, biz albatta butun kuchimiz bilan sizlarningki savolinglarga javob berishimiz aziz qarindoshlar. Bizningki bu naq maydon programmasini yo'l qo'yishimizdagi maqsadimiz hargizmi boshqa naq maydon programmasi berayotgan qarindoshlarimiz bilan raqobatlashish emas. Aziz qarindoshlar, bizning maqsadimiz shu ekran orqali sizlarni Xitoy vaziyati, Sharq Turkiston vaziyati, dunyo vaziyati shundaqla Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakatining xalqarodagi taraqqiyot yuzinishiga munosabatli yangi usullar bilan vaqti-vaqtida ta'minlab turish bu bizning asosiy maqsadimiz aziz qarindoshlar. Men avval qatimliq naq maydon programmasida qayta shuni ta'kidlab o'tdim. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yana sizlarga ma'lum Dunyo Uyg'ur qurultiyini mustabid kommunist Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonchilarniki, ya'ni milliy bo'lginchilarniki chet eldagi eng cho'ng lager deb ataydi. Yani Dunyo Uyg'ur qurultiyi butun Sharq Turkiston xalqining illiq oilasi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi vatan ichi va sirtidagi butun Sharq Turkistonliklarniki xalqarodagi eng yüksek vakillik organı aziz qarindoshlar. Shuning uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan bütün axborot vositalarining hammasi xalqimizningki o'rtaq sadosi, xalqimizningki qalb sirdishi aziz qarindoshlar. Biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan bütün axborot vositalarininki hammasininki birdan-bir hujum nishoni mustabid kommunist Xitoy hokimiyati. Aziz qarindoshlar, biz mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiningki xalqimizga yana bitmas, tugamas baloy ofatlarni olib kelayotgan mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining abdi bashlasini ochamiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki axborot vositalari nihoyatda jiddiy ve merkezi bir teşviqat vositalari hisoblanadi. Biz merkezi teşviqat degan vaqtda bu yerda asosida men ko'z tutganim xalqaro qonun prinsiplariga amal qilgan, o'zimiz turayotgan davlatning qonunlariga amal qilgan, insonlarning haq huquqlariga hurmat qilgan asosda olib boradigan bir teşviqat. Shuning uchun biz hech bir zaman ichki ixtiloflarga, ichki majralarga, ichki jangizlarga kirmaymiz aziz qarindoshlar. Buningga bizningki vaqtimizmi yo'q. Aziz qarindoshlar, bugungi suhbatimizning asosiy temasi bu Sharq Turkiston musofirlari, ya'ni ko'chmanlar masalasi bo'ladi. Aziz qarindoshlar, hammalarga ma'lum bu ko'chmanlar masalasi, ya'ni musofirlar masalasi Sharq Turkiston xalqininki qonigan bir yarisi aziz qarindoshlar. Chunki vatanimiz mustamlik aslida biz Uyg'urlarninki bu musofirlik tarixi degan vaqtimizda ko'p hollarda biz 30-yillarni nazarga olamiz. 30-yillardan keyin masalan Tunji Cumhuriyetimiz o'ngsizlik uchragandan keyin ijrat qilib chiqqan bu to'lqinni asos o'lcham qilamiz. Uningdan burun tarixni hisob qilmaymiz. Masalan Yoqubov mezgilidan keyingi ijrat qilib chiqqanlar bularni hisob qilmaymiz. Ko'p hollarda biz shu 1933-yil qurilgan Tunji Cumhuriyetimiz o'ngsizlik uchragandan keyin chet elga ijrat qilib chiqqan qarindoshlarimiz asos qilamiz. Aziz qarindoshlar, hozir ba'zi g'ayri rasmiy statistikalarda hozir chet elda 1 milliondan ortiq Uyg'urninki, ya'ni dunyodagi 50 ga yaqin davlatda taxminan 1 milliondan ortiq Uyg'urninki yashayotganligi qayd qilindi. Bu g'ayri rasmiy statistika, chunki aniq sonliq ma'lumotni olish imkoniyatimiz yo'q, chunki ba'zi davlatlar shu o'zi ninki davlatdagi Uyg'urlarninki doir sonliq ma'lumotlarni bu yerda ushlagan ahvoli bor. Ba'zi Uyg'urlar o'zininki masalan sharoitning cheklanmasi bilan o'zininki milliy tarkibini o'zgartirayotgan qarindoshlarimiz bor. Shundaqdimi biz hozir 30-yillardan boshlab hozirgacha chet elga hijrat qilib chiqqan ve dünyadaki 50 ga yaqin davlat yashayotgan Uyg'urlarning umumiy sonini biz 1 milliondan ortiq deymiz. Bularning ko'pinchisi 70%dan ko'pragi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq va G'arbiy Turkiston rayonida bu yerda turibdi aziz qarindoshlar. Uningdan keyin bu yerda chet eldagi bo'libmi Kanada, bizningki ba'zi g'ayri-rasmiy sonliq ma'lumotlarimizda Kanada bo'lsin, Amerika, Avstraliya, Yaponiya va Yevropa ellarida, G'arbiy
Garip devletlerде yaşayotgan umum Uygurlarning sonini biz 30 mingdan 40 minggacha deb bundaq tasavvur qilamiz. Bu yerda yana Turkiya bor, Saudiya Arabiston bor, aziz qarindoshlar. Sizlarga ma'lum 1933 yildagi Cumhuriyetimiz oңышсыздық ұшыраған екен dastlabda Xotan xalifasi Mamtümen Buğra vakilligida bir turkum bizniki milliy inqilobchilarimiz, ustozlarimiz chet elga Afg'onistonga hijrat qilib chiqqan. Undan keyin ikkinchi Cumhuriyetimiz yani 1949-yili vatanimiz mustaqil kommunistik hokimiyatningki ishg'olga uchragandan keyin yana bu yerda bir turkum bu yerda ikkinchi Cumhuriyetimizninki bu yerda asosli qo'lliq insonlar tayanch kuchlari yana hijrat qilib chiqishga majbur bo'lgan va oxirgi bu yerda cho'ng Qashqash deb ataymiz biz 62-yildagi bu yerda cho'ng hijrat do'lpini. Undan keyin bu Xitoy ishini itib olgandan keyin 80-yillarning boshlarigacha bu chet elga Uyg'urlarning hijrat qilishi asosan to'xtagan hamda 80-yillardan boshlab yana bir turkum ziyolilar hijrat qilib chiqishga boshladi chet elga. Undan keyin bu Uyg'urlarning chet elga hijrat qilib chiqish do'lpini butunlay bu yerda Sharq Turkistonninki siyosiy vaziyati bilan Sharq Turkistonninki umum ahvoli bilan zich munosabatlik aziz qarindoshlar sizlarga ma'lum. Bu yerda masalan 1990-yilda yuz bergan Barin inqilobidan keyin mustabid kommunistik Xitoy hukumati Barin inqilobini bani qilib turib, Barin aksi inqilobi milliy to'polonninki qoldiq kuchlarni tozalash degan nomda butun Sharq Turkiston miqyosida asosligi diniy sohalarda qattiq bir bostirish tozalash harakati bo'lgan va bu sabab bilan 90-yillarning boshlari va o'rtalarida bir turkum yosh diniy zotlar chet elga hijrat qilib chiqishga majbur bo'lgan. Bularninki vakil xarakterlik, bularning ichidagi insonlar masalan marhum Hasan Maqsumba, marhum Abdukim Xon Maqsumba va hozir Turkiyada istiqomat qilib turayotgan Abduqodir Yapjan boshchiligida zo'r bir turkum yosh diniy zotlar chet elga hijrat chiqishga majbur bo'lgan. Undan keyin bilasizlar qarindoshlar 1997-yili yuz bergan 5-fevral O'ljar qirg'inchiligidan keyin 10 mingga yaqin Uyg'ur bularning mutlaq ko'p qismi asosan shu g'arb davlatlarga kelib siyosiy panohlik qilishga bu yerda majbur bo'ldi va 2019-yil yuz bergan Urumchi qirg'inchiligidan keyin yana 10 minglagan Uyg'urlar chet elga hijrat qilib dunyoning har qaysi ellarida bir yerda siyosiy panohlik tilab ko'chman bo'lib yashashga nima qilyapti aziz qarindoshlar. Shuning uchun bu ko'chmanlar masalasi bizningki bir qonigan yarimiz. Bu butunlay Uyg'urlarning hijrat qilishi biz Uyg'ur xalqi oldirab o'zimizningki majbur qolsak o'zimizning vatanini, oilasini tashlab, yurtimizni tashlab chet elga hijrat qiladigan bir millat emas. Biz o'zimizning yurtini so'yamiz, vatanimizni so'yamiz, ammo amal yo'q. U yerda o'zimizningki vatanida illiq tuprog'ida yashash imkoniyatimiz bo'lmag'achqa chet elga hijrat qilib chiqishga majbur bo'lyapmiz va hozirgacha bu vatansizlikninki dardini biz tatib kelyapmiz qarindoshlar. Bugungi suhbatimizning asosiy mazmuni shu Sharq Turkiston muhojirlar masalasi bo'ladi. Bu vaqtda sizlarni atrofli ma'lumotga ega qilish uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyininki muhojirlar bo'limininki mudiri Mehmet To'xta apandimni Kanadada istiqomat qilib turayotgan bugungi naq maydon programmamizga taklif qilib keldik. Hurmatli Mehmet To'xta apandim, alayda vaqtingizni chiqarib bizningki bugungi bu suhbatimizga daxil bo'lganingiz uchun, buni qabul qilganingiz uchun sizga alayda rahmat aytaman. Ko'p rahmat, sizlarga rahmat. Xalqimizning eng ko'ngil bilgan bo'libmi mutlaq ko'p qism xalqimizni ansizlikka duchor qilgan shu masalani qurultayning va chet eldagi xalqimizning kun tartibiga yetkazganinglar va bu muzokara imkonini berganinglar uchun men alayda rahmat aytaman. Rahmat Mehmet efendim sizga bu aziz qarindoshlar. Mehmet To'xta efendimni ko'pinchalar tunislar, shunda bo'lsin qisqacha bir Mehmet To'xta efendimni sizlarga bir tanıştırıp o'tay. Sizlarning ko'rayotganinglar Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan to'r televiziyasi, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyining organ televiziyasi, rasmiy bir qurilish. Mehmet To'xta efendimni ko'pinchalar hammanglar bilasizlar. Mehmet To'xta efendim bizningki muajiratdagi bizning yosh iqtidorliq bizningki siyosiy faoliyatchilarimizdan biri. Mehmet To'xta efendim 90-yillarning beshida chet elga hijrat qilib chiqqandan tortib toki hozirgacha izchil turda aktivlik bilan, fidokorlik bilan Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakatiga qatnashib kelyapti va bu jarayonda nurg'un fidokorliklarni ko'rsatdi, zo'r badallarni to'ldi. Qisqasi men bu 93-yil Mehmet
Türkiye'ye hicret qilib chiqqan vaqtimda Mehmet To'xta Efendi bilan İstanbul'da ko'rishgan, tanishgan va Mehmet To'xta Efendining fikri bilan biz bir turkum yoshlar Mehmet To'xta Efendining boshlanchiligida 93-yili Türkiye İstanbul'da Sharq Turkiston yani chetdan shu g'arb dunyosidagi tunji yoshlar tashkilotini Sharq Turkiston yoshlar tashkilotini biz qurib chiqqan va buningki tarkibida Sharq Turkiston yoshlar gazetini biz 93-yili yoshlar gazetini Mehmet To'xta Efendi bilan birga Sharq Turkiston yoshlar gazetini nashr qilgan. Uningdan keyin bilasiz Mehmet To'xta Efendim 1996-yili Germaniyaning Myunxen shahrida qurilgan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayini bilasizlar. Bu Dunyo Uyg'ur qurultayi Dünya Uyghur Yaşlar Kurultayı'nınki dastlabki ma'mur raisi, keyin raisi bo'lgan 2004-yili Dünya Uyghur Yaşlar Kurultayı bilan Sharq Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayyi birlashib, hozirgi Dünya Uyghur Qurultayyi ne qurgan vaqtimizda, shakllantirgan vaqtimizda Mehmet To'xta Efendim shu Dünya Uyghur Yaşlar Kurultayı'nınki raisdi ve Dünya Uyghur Qurultayyi qurilgan vaqtda 2014-yili Mehmet To'xta Efendim Dünya Uyghur Qurultayı'nınki Mao reisi bu saylangan reisi Erkin Alıptekin Efendim'di, Mao reisi Mehmet To'xta Efendim'di. Keyin Mehmet To'xta Efendim yana tahi Dünya Uyghur Qurultayı'nınki Avrupa Parlamenti turishdi, alayda vakil bo'lib yana xizmat qildi. Ham Mehmet To'xta Efendim'ning tirishchanligi bilan tunji qitim Avrupa Parlamentida Qashqar qadimiy shahri haqida maxsus xalqaro ilmiy muhokama yig'ini chaqirildi. Ham Mehmet To'xta Efendim'ninki tirishchanligi bilan Avrupa Parlamenti tarafidan Mustabid Komissar Hükümeti'ninki Qashqar qadimiy shahrini vayron qilishiga norozilik bildirib, buni ayblab maxsus qaror loyihasi ma'qullandi. Xo'sh, aziz qarindoshlar, Mehmet To'xta Efendimning siyosiy hayoti haqida buningdan keyingi programmalarimiz, suhbatlarimizda yana tafsiliy ma'lumot ilishtirishimiz. Xo'sh, Mehmet To'xta Efendim tunagan sizin bir başka bir kardeşimiz tarafından tasdiqlangan naq meydan programmasıdımı bazı ahvallar hakkında malumat veripsiz. Bir yerde hem de yakında mesela Dünya Uyghur Qurultayı sizinki riyasetçiliğinizdeki Dünya Uyghur Qurultayı Muhacirlar Komisyonu tarafından Türkiye'de Kanada'ya köşmen tizimlaş hareketi yapıp bağlantınlar ve sizin uğurlaştırışınız bilen Kanada'daki bizim vatanperver kardeşimiz Qiyim Masumov Efendim Adaytan Türkiye'ye verip bir yerde köşmen tizimlaş meselesi yapmagan. Bunun keyin bu mesele hakkında nurgun hem de selbi ve icabi talaş tartışlar oturup çıktı, ulgullar oturup çıktı. Şunun için hem de siz tünögün mü başka bir kanalda baktı zaten bu bugünkü Dünya Uyghur Qurultayı'nın resmi bir organ televizyası. Bunun da siz Muşu meselede hakkında bir izahat etsinizde oyulduk halkımızga kalısı değişilmeyen bazı suallarga. Bu köşmen tizimlaş meselesi qandaq oturuğa çıktı. Bunun ak görünüşüden başlasa. Köp rahmet. Aldı bilen Dünya Uyghur Qurultayı'nın bu tor televizyasının naq meydan anlatışını başlaganlığını tebrikleymen. Şu tor televizyası bilen halkımız bilen Dünya Uyghur Qurultayı arasında müstehkem bir köprü kurulup halkımız bilen Qurultayı oturadaki uçak alaka ve badi keldinin internet muhiti soyuq ve zich bo'lishig'a ve şu arqali Qurultay bilan xalq oturadaki münasebetinin texnik tushunilishiga bir vasita bo'lishini chin dilimdan tilayman. Rahmat. Endi bu ko'chmanlar masalasi darvaqa chet ellardagi tashkilotlarning g'ayri rasmiy holdagi birinchi kun tartibi. G'ayri rasmiy holda deyishimning sababi tashkilotning asosli g'oyasini Sharqiy Turkistondan iborat aziz vatanimizning Xitoy ishg'oliyatidan qutulishi, ozod bo'lib, hur mustaqil davlatimizni qurishni rasmiy kun tartibining birinchi moddasi qilgan va shunday qilib kelgan shunday deyishyapti. Lekin chet ellarga bo'lib g'arb davlatlariga ko'chgan Uyg'urlar vatandan ayrilib muhojir bo'lgan, musofir bo'lgan Uyg'urlarga qarindoshlarimiz g'ayri rasmiy holda shularni o'rinlashtirish, shularni xotirjam qilish, havo sepimizga zapas qo'shni tarbiyalash, qiyinchilikda qolgan qarindoshlarga yordam qilish, shu qatorli xizmatlar ommaviy xizmat yoki jamoat xizmati bo'lib, shunda davom qilib kelgan. Lekin xalqimizning va tashkilotlarning kun tartibida har vaqt muhim o'rinda turib kelgan. Endi Dünya Uyghur Qurultayı Muhacirlar Komiteti kurulup
bolupmu yenidən 2017 yılı Dünya Uyghur Qurultayıda ilk verilgan saylam və yeni rəhbərlik heyəti təsis qılınğandan keyin mən özümün yıllardan beri məşə xidmətlərdəki təcrübəmni ən yaxşı şəkildə xalqımızın mənfəətinə işletiş üçün bu vəzifəyə özüm talib oldum. Mən məşə vəzifəni qalaydım. Şuna bilan məşə vəzifəni axtarıb kəvatımən. Hem de vatanın vəziyyətindəki təvəqqülat iğir dərəcədəki özgürlükni və vatan haqqımızın başa gələn qismətlərini hamımız bilimiz, bunu sözləb oltamayız. Şunun hem de muhacirlar xizmətiga ən iğir təsiri mana məndə görünüb turibdi. Yəni xalqımız vatan bilan bo'lgan aloqasi və badikəlisi üzülgəndən keyin chet ellardagi Xitoyning changi hammaga so'zilib, bu chet eldagi qarindoshlarimizga Xitoyning zulmi, vosita va bevosita ishni boshlagandan keyin aziz vatandoshlarımızın ba'zilari necha vaqtdan buyon o'qish va tijorat bilan chetga chiqib o'zining normal hayotini davom qilgan bo'lsa-mu, lekin hozir hamda pasporti o'tib ketganlar pasporti uzatilmaganligi uchun vatanga berib kelishdan iborat umid tamoman yo'q bo'lgani uchun va chet elda o'ltiraqlashgan yo'qlarning farzandlari tug'ilib, bu tug'ilgan farzandlarni bir vatandoshlikdan iborat tabiiy huquqi tug'ilishi bilan bu bovoqlarning bu huquqi tajovuzga uchrab, dafsandiga uchrab, kimliksiz, davlat avvalsiz shunday amal shakllangani uchun bu masalaga tubdan bir hal qilish chorasi tepish maqsadida o'tgan yil buyon 9-oyda hozircha mana 14 oy bo'ldi. Kanadaning poytaxtiga 14 qatim mushaqqat sabab har qatim ko'rishganda shu masalalarni tilga olib keldi. Va eng oxirida shu narsa o'rtaga chiqdi. Garchi hukumat organlari hech birisi biz Uyg'urlarni qabul qilmaymiz demadi. Ularning menga bergan inkasidimi Kanada hozirgacha qanday shaklda ko'chmanlarni qabul qilish, qanday shaklda muhojirlarni qabul haqida aytgan belgilamasi deyapti. Şunlaşqa sizlar shu belgilamaga shu hukumat o'tirib turgan shartdagi tushgan qarindoshlarimlar bo'lsa, shularni bizga yo'llasanglar biz uni ko'rib chiqamiz albatta degandan keyin demakki bu qarindoshlarimizning bir tizimligini turg'izish buning ehtiyoji manda bo'ldi. Shuni bilan Turkiyadan, Kanadadan ishchilarimizni Turkiyaga yo'lladik. Yollash jarayonida bu qarindoshlarimizning xizmatini biz 11 oyning oxirigacha tanlagan 11 oyning 11 kunidan. Lekin dastlabki 10 kundalam 10 mingga yaqin qarindoshlarimiz tizimlandi. Ya'ni programmaning başida biroz tilg'alandi, har xil gaplar bo'lib o'tdi, lekin aslida ma xalqimizning bu ishda favqulodda qizg'inlik bilan ovoz chiqqanligi bir yanda qilib, bu yandan chiqqan az salbiq insonlarning qalaymagan inkosi xuddi asosiy iqlim inkosdek ba'zi insonlar o'tirib shunda tushunchalar o'tirib. Bu yerda keskin bilan shu yetishishga to'g'ri keladi. Xalqimiz bu chaqiriqimizga favqulodda qizg'inlik bilan ovoz qo'shdi. 11 kun ichida 10 ming odam tizim bo'ldi. Bugun hozirgacha aniq bo'lmagan ularni shu qurultayning kanalida aniq sonni berildi. Toplam tizimlatilgan oila 2175. Toplam tizimlatilgan, yani bir ailede 5, 6 ta 10 ailelik 10 canlı aile var. Toplam san 10.875. Hem de bu sanığa ötken yıl başlap Birleşken Devletler Teşkilatı Muhacirlar Komissarlığı iltimas qilgan 235. Anadan keyin
Mısır'dan ve başka yerlerden koşmuş tızgılatkallar 53. Anadın kim o vaklarına vatandaşlık ve kimlik alınmay. Mening bir çakırıqımga ağız qo'shib hozirgacha şu yeni tug'ilgan o'g'illar ve farzandlari davlat tavalligisiz qolgan qarindoshlarning oshgan soni 173. Shuni bilan hammani qo'shib kelsak 11.400 dan ortiq qarindoshimiz hozir qurultayning shu chiqargan chaqirig'i bo'yicha o'zining yalnız bu tizimlikler emas. Qarindoshlarimiz buni isim tizimlagan bir ish o'xshaydi deb qaraymiz. Qarindoshlarımızın pasportlarının kopyası, mayli o'tib ketgan bo'lsin, mayli küçük ega holatda bo'lsin. O vaqtlarning tug'ilish isboti, oila bo'lsa, bularning to'y qilish isboti. Agar oliy maktabda o'qigan bo'lsa, maktablarning diplomalarning kopyasi. Anadın keyin her bir qarindoshimizning Xitoy hukumatining zulmiga uchragan shaxsiy guvohligi bo'lib, bu nihoyatda keng doiralik qurultayda va xalqimizning bundan keyingi da'vo ishlarida qiladi. Haqliq materiallarni o'z ichiga olgan bir tizimlik. Bunda qarindoshlarning rasmlaridan boshlab oila a'zolari va bu oila a'zolarining Xitoyning zulmida qanchalik odamning borligi shaxsiy guvohnoma qo'l yozib bilan imzo. Ya'ni bu muhojiratdagi Sharqiy Turkiston da'vo tarixida hozirgacha qo'limizda bor bo'lgan birdan bir tizim. Shundoq. Endi bu Mehmet To'xta efendim sizning gapingizni bildigan bo'ldim. Bu endi Mehmet To'xta efendim bu yerda Dunyo Uyg'ur qurultiyi mojalar komisiyaning budir hozir. Aziz qarindoshlar, bu Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan olib berilayotgan bir faoliyat. Bay Mehmet To'xta efendim deb o'tdi. Buningdan ba'zi bishoratlarni olgani uchun Kanada hukumat organlari bilan uchrashish jarayonida buningga bir urinib boqqanligi. Aziz qarindoshlar, bir narsa bo'lmaydi deb jim yotgandan u harakat qilib beqish kerak, harakat tabiati barakat olib keladi. Andan keyin ba'zi kulkilik ba'zi fitna fasodini anglaymiz endi. Vay materialni to'plab qo'ydi Xitoy berib turgandek. Endi bu yerda bu tizimlatganlarning hammasi Xitoy qulida, Xitoy pasporti bor odamlar endi. Bu Xitoy pasporti bor degan gap, bular yana Xitoyninki bo'yinturg'i ostida degan gap, Xitoyninki nazorati ostida degan gap, Xitoyning kontroli ostida degan gap. Bu qulog'ingda Xitoy pasporti bo'lsa, sening u Xitoy bilmamdi bu nimasini. Bir qarasa, bu yerda Turkiyaga qanchalik Uyg'urning chiqqanligi, kimlarning qo'lida Xitoy pasporti borligini bilmam. Bu nihoyat kulkilik. Nima? Endi bu yerda nima degan vaqtida Dunyo Uyg'ur qurultiyiga qarshimi bir yerda nima tashviqot bor. Bu yerda buningda mustabid komissiyasi Xitoy hokimiyatininki eng asosiy hujum nishonlarining biri Dunyo Uyg'ur qurultiyi hozir. Asosan shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan birlashib kelganligi hozirgacha uning uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan olib berilgan har qanday harakatga o'zi bevosita diplomatik usullar orqali va yoki o'zining qo'lchimoqchilari orqali va yoki o'zining olchilari orqali shunda fitna fasodini taqib nima qilyapti. Xo'sh, Mehmet To'xta efendim, siz bilasiz endi bu harakat haqiqatan insonlarga bir hayajon olib keldi. Mutlaq ko'p sondagi qarindoshlarimiz nima desangiz, hozir masalan Turkiyaninki Anqarada Birlashgan Davlatlar Musofirlar oliy komissarligininki byurosi bor. 7-8 o'jilni yig'ib, u yerga tizimlatib, u yerda saqlayotgan qarindoshlarimiz bor. Başka devletdeki bu Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Ali Komiserliği'ninki bürolarına müracaat kılıp u yerda yillab yetayotgan qarindoshlarimiz bor. Hamda Birleşken Devletler Teşkilatı mecbur tamamlaydi ba'zi devletlarga. Ama bu yerda ko'chman qabul qilayotgan bir qancha davlat bor. Buning ichida Kanada hamda. Yevropa zaten qabul qilmaydi. Yevropaga kelib o'rilishning birdan bir yo'li, faqatli birdan bir yo'li kelib siyosiy panalik qilish, har xil vositalar bilan. Ama ko'chman bo'lib kelish mumkin emas, shartlari intayin og'ir. Ama qabul qilgan Kanada. Bu bir reallik hamda. Xo'sh, Mehmet To'xta efendim, bu masalan bu tizimga ilish ishlaridan keyin buni aytib muvaffaqiyat bo'ldi, qisqa vaqt ichida oson ish emas ham haqiqatan bu 10 mingdan ortiq odamning arxivini turg'izib ratlab chiqishini qilish. Buni ratlab chiqqandan keyin bu vaqtmi Kanada hukumat bilan bir uchrashish bo'ldimi bu vaqtda? Ben başta degandek hozirgacha 13-14 qatim uchrashish ilib berildi. Eng oxirgi uchrashishim 10 ayning 23 kuni Kanada Tashqi ishlar ministri Chrystia Freeland'ning siyosiy maslahatchisi
Joseph Singh bilan ona bilan bir yarim saat uchrashib, yana shu masala o'tirib qo'yildi. Undan keyin Kanada ko'chmanlar ministri Ahmad Husanning siyosiy maslahatchisi Kyle Nicholson va Kazim Habib shu ikki apandi bilan uchrashib, dastlabki biz mening ular bilan uchrashishda o'tirib qo'ygan bu ko'chmanlar va muhojirlar haqidagi son ularga ta'minlagan son 3000 atrofida. Bu vaqtim bularga ta'minlagan son 6000 ortiq degan sonni bor. Chunki biz garchi 10 dan ortiq sotgan bo'lsak, ba'zi takrorlangan ortiqlar bo'lishi mumkin deb taxmin qilaman. Ikkinchidan, bexatar tekshirishida ba'zi qarindoshlarimiz shollanib qilish ehtimolligi bor. Turkiyadagi vaziyatning murakkabligini biz bilamiz. Shunlashqa men biroz ehtimol bilan 6000 atrofidagi bir qiyin ahvolda qolgan qarindoshlarimiz borligini ularning xabariga allaqachon yetkazgan bo'ldim. Bilan birga mening Kanada ko'chmanlar ministri Ahmad Husan bilan ko'rishish haqida bir yozgan talabga qat'iy javob qaytardilar. Chunki dastlabki bu ko'rishni o'rinlashtirish uchun tirishayotganligi haqida men javob oldim. Ko'chmanlar ministrining bilan ular vaqtni o'rinlashtirib menga xabar qilib, bu bir. İkinciden 10 ay içinde Kanada parlamenti 5 qitim Uyg'urlar haqida isbotlanish va baliq berish yig'ini o'tkazdi. Kanada tarixida emas, g'arb davlatlarining tarixidami bir oyni butun oyda 5 qitim bir millatning zulm haqida baliq o'tkazish shunday rekord tuzishdi. Shu guvohlik berish jarayonlarida parlament a'zolarining eng ko'p so'ragan savollari meyli menda bo'lsin, meyli guvohlikqa qatnashgan mutaxassislar va olimlardan biz Kanada Uyg'urlarga qanday yordam qila olamiz? Bu savolga berilgan javob meyli Germaniya Adrian Zenna bergan javobi, mening o'tirib qo'ygan talablarim va kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Kanada direktori uning bergan javobi hammasi Kanada o'zining ko'chmanlar qabul qilish yumshoq kuchidan foydalanib, chet ellardagi Uyg'urlarning Kanadaga o'rinlashtirish uchun chiqarish kerak. Bu talabning kishilik. Bu parlament a'zolari buningga aytdi qiziqdi. Bo'libmi vatansiz, davlat tavalliksiz bu voqea masalasi nurg'un parlament a'zolarining yuragini ezdi. Bu qanday ahvol? Shunlashqa O'sha 12 ayning oxirigacha Kanada parlamenti kishilik huquq komiteti. Bu komitet 3 partiyaning milletvekillaridan tashkil topgan tarafsiz bir organ. Bular Kanada hukumatiga o'sha 5 qitimliq guvohlik yig'inidan chiqqan xulosani yakunlab tavsiya qarori yo'llaydi. Bu tavsiya qarorida chet ellardagi musofir Uyg'urlarning Kanadaga kelib o'rinlashib yerilish uchun Kanada hukumatining yordam qilishi shu tavsiya qarorlarining birisi. Bu bir. Mening siyosiy partiya va hukumat bilan ilib qolgan faoliyatlardan boshqa hozir bu ko'chmanlarga yordam qilish masalasi, Uyg'ur muhojirlarga yordam qilish masalasi Dünya Uyg'ur qurultiyining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi turgan kun tartibidagi moddasini biraz burun anladim. Peter Irwin do'stimiz bu masalani turib qo'ydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti a'zo davlatlar kun tartibida bor, Kanadaning bu yerda vakili bor. Yana birisi yaqinda 600 dan ortiq butun dunyoning har qaysi joylaridagi olimlar g'arb davlatlarga bir chaqiriq e'lon qildi. Bayonotning, bu chaqiriqning ilinmoqchi bo'lgan tadbirlarni tavsiya qilish bo'limida qanday siyosiy harakat qo'llanish haqidagi tavsiya qismida chet eldagi davlatsiz Uyg'ur muhojirlarni Xitoyning qo'li yetmaydigan xotirjam davlatga o'rinlashtirishni bu chet eldagi tanliq olimlarni tavsiya qilyotdi. Shunday. O shundaqkan. Endi Kanada har yili 67 mingdan 70 minggacha muhojirlarni qabul qilgan bir davlat. Endi 5-6 ming bo'lsin, 10 ming bo'lsin, bu Uyg'ur muhojirlarni o'rinlashtirmaydigan hech qanday sabab yo'q. Faqat biz shuning yo'lini tepib
Kanada hükümeti özü talep kılgan şart şaraitlar boyunca hareketlendirishga tegishli matbuot olsun, ommaviy tashkilot olsun, siyosiy partiyalar olsun, akademiyalar olsun, kishilik huquqni tuzitish yoki kishilik huquq tashkilotlari olsun. Shularning hammani harakatlantirib Kanadada shu safarbarlik qo'zg'asak ki bunun İnşallah, inşallah Cenab-ı Allah. Onun amalga ishonganimiz uchun Hoş. bu qarindoshlarimizni shu yerga yo'lladik. Türkiye'de qarindoshlarimiz bizga umidni bog'ladi. Endi bu chiqayotgan shakkatlarga qarasak, bularning taqatgan gaplarning hech qanday asosi yo'q. Her qanday ish qilsak, og'zingga bir nonni sep qo'yay desakmi, bundan qattiqmi yumshoqmi deb birmuncha savol so'raydigan odamchi. Ma ishni qilyapmiz, bunda hech qanday bizning bir manfaatimiz yo'q. Chiqimlarning hammani o'zimiz qilamiz. Shu qarindoshlar xotirjam bo'lsin. Türkiye'de qarindoshlarning ahvoli haqida men ishqiz to'xtalishimga to'g'ri keladi. Akşamı Türkiye'den qaytib kelgan qarindoshlarimiz to'g'ri atrofida ba'zi jamoatga u yerga kelgan bilgilar haqida to'xtaladi. Türkiye'deki bazı qarindoshlarimiz ko'chalarda chiroyi tabassumdan yurgan bilan oilada nayta qiyin ahvolda yashayotdi. Türkiye'de qarindoshlarimiz hammasi o'zining hayoti bilan bo'lib ketib, qiynalayotgan qarindoshlar bilan holming bo'lmagani uchun hamma narsa gulistonlik ko'rinyapti. Amaliyotda 6 ay bir yildan beri bir tishlam go'sht yeb boqmagan, bolalarga sut ololmayotgan 2-3 oila 10-15 jon bir uyga yig'ilib suv pulini, tok pulini to'lanmayotgan ashunday qarindoshlarimizdan soni jiq. Buni tizimlashga qolgan qarindoshlarimiz bu hikoyani öz kulağıyla anlap, şunun jığızarısıga guvalık geldi. Şunun için bu qarindoshlarımızga yardım qilish, bu qarindoshlarımızga bir milletning mehri muhabbetini, bir milletga tabi bo'lganlikdek qarindoshlik his-tuyg'usini yetkazish bizning hem insoniy, hem milliy, hem diniy vazifamiz. Şunlaşqa İşki gapning birisi olsa Türkiye andaq. Türkiye elbette qarindoshlarımızga jiq yordam qildi. Lekin biz ma gapini qilayotgan qarindoshlarning ba'zilarining u yerda o'ltirish ruxsati yo'q. Ikkinchidan uzun mezgillik iqomatga qisqa muddatlik iqomat bo'lgan bilan ishlash huquqi yo'q. Muhimi bu qarindoshlarning pasportini vaqti o'tgan. Turkiya turishi qonunsiz netganda qonunsiz olg'a chiqib qolgan. Shunda. Şunlaşka bular Xitayning ismiga naiti ojiz, yani berdashlik berish iqtidori yo'q. Hem her qanday davlat bularni qaytaraman desa qonuniy jihatdan qaytarish asosi bor. Chunki pasport dokument yo'q bu insonlarning. Shunlaşka biz bu shunday qarindoshlarga yordam qilamiz deyapmiz. Bu qarindoshlarimiz bu yordamni Turkiyadan olmayapti. Suriyalik musofirlarga yordamni musafirlar alınmayatıdı. Suriyalik qarindoshları Türkiye'nin oltiraqlashish, sonalg'u, turalg'u, yemek, içmek, hatta pul telefon chiqimlarigacha hukumatdan ve ommaviy tashkilotdan belgilik bir yordamni oldi. Bular qo'shig'in ansiramaydi, yeydigan ishtig'imdan ansiramaydi, so'z tutadigan telefon ansiramaydi, hatta demilish bayram bo'lsa Suriyaga borib urug'chilar bilan ko'rishib kelibdi. Shunda. Uyg'ur musofirlarga hech kim bir tiyin yordam qilgani yo'q. Bu qarindoshlarimiz Havayab shimolga kiramdi. Bu ishga g'ayri gap taqat insonlarimiz shu savolga javob berish kerak. Bu insonlarimizning kirimi nereden keladi? Shunda. Bu insonlarimiz nima yeydi, nima ichdi, nerede o'ltirdi? Hayotini qanday qamdaydi? Bolalarni qanday o'qitdi? Bu sualının cevabını vermeyi durup, okuduk yapı takatına hiç qanday faydası yok. Elbette, hürmetli Mehmet Doktor Efendim, bazı qarindoshlarimizningki ciddi suallar var ekan. Bayı bir qarindoshimiz, hürmetli bir qarindoshimiz sualını sordu. Bu köşmen meselesi bilen siyosatpanolik meselesi o'rtasida qanday bir farq bor degan bir savol bor. Shunga bir javob berversiniz. Bu Türkiye'de qarindoshlarimiz hammasi siyosiy panolanuvchilar, ko'chmanlar emas. Biz bu qarindoshlarni ko'chman deb bu yerga Kanadaga yetkazmasligimiz yo'q. Bularni boradigan yeri yo'q. Hayoti xatar ostida
eğer Kanada'da bir devlet yardım kılmasa, ulanın Xitayga qaytırılış imkaniyeti ve şundak ihtimallığı güçlük ve bu insanlarımız hayatını saklaş ve kelgisi orunlaştırışta ayet kıynavaldadı. Bunun hem insanperverlik yardımı hem kanalanğuçluk kategoriyası boyunca Kanada devletinin devlet kapasitedeki muhacirlar degan programımız var. State Sponsored Refugee dedi İngilizce. Bu programımız asasen insani yardımına asas kılgan program. Mesela Suriyeliklerden 40-50 mani Kanada del müştəqat yapıcı ekildi. Rohingyalıklardan hazır Bengal'da turvatkan 4-5 min Rohingyalıklarını biz kabul kılaylı teklifini del müştəqatın bəd. Çünkü insanlar Kanada'daki siyasetini alıp bilemedi. Meyli Rohingyalıklar olsun, meyli Türkiye ve yerlerde tuğat Suriyelikler. Ama bir taşken devletler teşkilatı. İltimas kıldı. İltimas kılmagan takdirde bu insanlar vuruş şu yerli zulm sebepten bir makallarda ağırılıp chet elge kaçışqa mecbur boğan ve hazır şaraytta özünün jutlarına tutup normal hayatını fırış imkanı yok insanlar boğuşqa. Bular bizden tırmızda muhacir hesaplarında. Kanada muşu reallıqni. Bularni Kanada kabul kılışın asası da kabul kılıp köçmellik degenimiz başka bir narsa. Köçmellik degenimiz ya iqtisadi jihatdan imkonlari var, ya texnik jihatdan imkonlari var. Kanada jamiyati özünün hayatını qamdab, belgilik Kanada jamiyati özünün maharatli ve akışçılık bilan his qo'shishni uygun görüp iltimas qilganlar köçmellikimiz. Bu biz ixtiyorligi bilan bo'ladi köçmellik. Albatta. Muhacirlik mecburiyetten bo'ladi. Özünün qurayotgan davlatga qaytish imkoni yo'q. Eğer hatırcam bir devletke, bexatar devletke uğurlaşmışsa, onun hayatıga xevf var. Onun için biz muhacirlar deyimiz. Şonlaşqa Türkiye Uygurlar köçmellik kategoriyası boyunca emas, muhacirlik kategoriyası boyunca. Hürmetli Mehmet Doktor efendim, gepinizni kesip qo'ydigan bo'ldim. Ba'zi qarindoshlar inkas qilyapti, ovoz toza suzuk emas deb. Agarchi endi siz yonfoningizni ichib qo'ygan bo'lsangiz, uni bir o'chirib çünkü ovoz masalasida biroz masala chiqyapti. Bergan savol nimangizga aytdi, ko'p rahmat. Suhbatimizni obdan davom qilyapti. Aziz qarindoshlar, hozir sizlar ko'rayotganinglar Dunyo Uyg'ur Pultininki to'rt televiziyasininki naq maydon programmasi, Dunyo Uyg'ur Pultininki rasmiy axborot vositasi. Bugun Dunyo Uyg'ur Pultininki muhojirlar komissiyasining mudiri Mehmet Doktor efendim ba'zi masalalar haqida rasmiy Dunyo Uyg'ur Pultininki organ televiziyasida sizlarga rasmiy bir yerda ma'lumot berishga tirishyapti. Boya Mehmet Doktor efendim bir qarindoshimiz yozibdi, Turkiyadagi Uyg'urlarning ahvoli haqiqatan qiyin. Debdi oylab to'g'ri go'sht yeb, qo'y go'sht ko'rmaydigan odamlarni aytib ko'pdi debdi. Bu gapni anglab men 93-yili siz bilan birga Turkiyada İstanbulda yashagan vaqtlarim esimga keldi. Sizmi shu hayotni yashadingiz? Bizmi shu vaqtida oylab shu to'g'rining qonini elib to'g'rining qoni bilan makarnani aralashtirib shuni yeydik. Shu sababdan men og'ir darajada oshqozon kasaliga giribdor bo'lgan Turkiyada. Şu 93-94 yılı ahir uğurlab bir teri bir ustam bu 52 kilo çıkıp kaldım. Ahir amal yok. Germaniya kelip siyasi panalık tileşkin mecbur oldum. Siyasi panalık tilegen günlü Germaniya kelip balnısı kırıp kettim udullah. Balnısı yitip kaldım. Çünkü Türkiye'de hem de ters. Türkiye özüm iqtisadiyyatın hem de kıyın ahvalda bu garip devletlerge Avrupa'ya okşamaydı hem de. Yani nurgun turbatkan qarindoshlarimizningki işi yok. Pulida Xitoyninki pasporti. Anından keyin burungu endi bu Xitoy ishini etib olmagan mezgilda, qamal qilmagan mezgilda qarindoshlarimiz vatanga berib, kelib, savdo qilib qiladi. Qarindoshlarimizning nurg'un pul, pichak, mol, dunyo, do'konlar hammasi vatanda qoldi. U Xitoy ishini etib olgandan keyin, qamal qilib olgandan keyin qarindoshlarimiz xudalik jipi uzilib ketgan laglakdek topinidan nimada avval laylayotgandek bir ahvolga tushib qoldi. Endi iqtisodiy nakalar esa akilanmagan. Baray dese baranmagan xatardan ansirab. İşlay dese iş yok, soğuk qilay dese dasmay yok. Biz mi 93-94 yılları Mehmet Doktor efendi bilan ikkimiz nəhayət ağır kunlarni yaşadık aşağıda. Oylab qo'y go'sht yeb bakmagan vaqtimiz bo'ldi. Haqiqatan ters masalan bu Turkiyadan og'ir tatib qolsa, Xudoyim saqlasin, qarindoshlarimizni hammasini Xudoyim saqlasin Turkiyada yashayotgan og'ir tatib qolsa, bu yerda baqiynamdi.
Мәсәлән, у Европаға келіп сияспаналық тілеген сағатыңыздан башлап, минутыңыздан башлап, бияды сіздіңкі бүтін тамақыңызға, ятығыңызға, сіздің бүтін давалынышыңызға дөлет иге чықыды, оптиматик әмді. Сияспаналық тілеп келіп, ұйғырларның ішінде келіп тіғі bir qancha ay o'tmayli yuraklislarga kirib tavib yurak operatsiyasi qilgan 400 ming 500 ming avroliq chiqqan bilan yurak operatsiyasi qildigan qarindoshlarimiz bor. Buni hammasini siyospanalik tilgan qaysi davlat tug'an bo'lsangiz bu nima qiladi? Shu mening tavsiyam bor aziz qarindoshlar. Birazdan keyin Mehmet To'xta efendim bu vaqtdan aytib ko'p tajribasi bor. Bu vaqtda bayımni aytib o'tdan izohatini berdi. Türkiye elbette özümüzdeki ikinci vatini. Türkiye'nin suyumuz özümüzün aziz bir vatini. Çünkü bu yerde bazı Türk milletçilerim deydi o 80 milyon Uygur var Türkiye'de de. Buna çıraylık hemimiz yaxşı görülen bir şey var. Halk asasımız var ama kıyın hem de hakikaten. Bu bir yararlılık var hem de. İşleş meselesi var zaten Türkiye'de özünün yerli halkınınki işsizlik nisbeti intihayın yukarı. İktisadi kriz her zaman iktisadi kriz var. Bunda bir şeraitin özüde Uygurlarınki bu yerde işlep dasmayısı yok bir şirayette iyilik tikilişinin kılışını hakikaten tez. Onun üstü kıldı Xitay'nın pasportu var. Her zaman Xitay'nın tadidiga, takip kılışıga uçurat kıldı. Şuna benim çemde garip devletlerine mümkün olsa meyil köşmen buluş bilen meyil siyaspanal tileş meselesi bilen garip devletlerine kelse kırındaşlarımız için ait yaxşı bulurdu dep oylayım her taraftan hem de Mehmet To'xta efendi ben mesela hazır bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın büroları var dedik nimede Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirler Ali Komiserliği'nin Ankara'da mı var başka devletlerde mi var hatta Tayland'da mı var ama uzun yıllarının yağı bu kardeşlerimizdenki bu yer kılan iltimasları hiç bir tesirini göstermedi, tasdiklanmadı. Bulup mesela keyinki uzun oldu. Bu meyli Türkiye'de değil, hem de hazır Türkiye meselesi hakkında sözleşiyordunuz. Bu Türkiye'den Birleşken Devletler Teşkilatı'nın üyelik işhanasından kovulup başka devletlerge yollangan Uygurlar asasiyetini yok. Bunun sebebi ne sizce hem de asasiyet? Bundan sözlük geçişinin sebebi? Bir qancha sabab bor. Birisi shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Komitetiga iltimos qilgan Uyg'urlarning soni yoki biz taxmin qilgandek jiq emas. Bo'libmi Kambodja voqeasidan keyin shu yerdagi Tayland va shu o'rinlardagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Oliy Komissarligiga Uyg'urlar iltimos qilib Xitoy hükümeti dal shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nazorat Uyg'urlarni silib yo'tkab ketgandan keyin Uyg'urlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bo'lgan ishonchi asosan yo'q bo'ldi. Shunday. Yolg'iz ular emas, Qozog'istonda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qabul qilgan musofir deb qo'liga kelishga bergan Uyg'urlarni Nepaldan, Taylanddan, Misrdan, hatto Arab Birlashmalikligi Malayziya, Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq bir qancha shu davlatlardan Xitoy bu Uyg'urlarni qaytarib oldi. Shuning uchun Uyg'urlarda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti muhojirlar oliy komissarligiga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'ldi. Iltimos qilganlar shuning uchun azaldi. Ikkinchidan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iltimos qilganlik ishining boshlang'ichi, ishining oxirlashishi emas. Bu iltimos qilganlar qurultay bilan yoki tashkilotlar bilan aloqalanadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iltimos qilsa, shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bularni bir yerga o'rinlashtirdi deb o'yladi. Normalda shunday. Lekin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bularni qabul qilgani ularni qandaqdir bir davlat qabul qilgan emas. Bularni muhojir kelsa deb qabul qilgan hisob. Muhojir kelsan deb qo'liga, ya'ni inglizcha UN mandated refugee deydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bekitgan muhojir degan gap. Bu kelishgina olgandan keyin endi bu kishilarimizni 10 yoki 5 qancha davlatni yozg'ab bo'lsa shu davlatga bir bozorlik qilsa-oladi, ya'ni ular bilan ko'rishadi. Bunda bir qarindoshimiz va mala paloni yer bunda millatdan ep qolamiz. Shu qabul qilgan davlat qabul qilsa, bu qarindoshimiz shu davlatga yetgunida agar qabul qilsa, shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kelishkisi bilan uzun yashab ketadi. Bu yerdagi xalqliq masala bular Birlashgan Davlatlar Tashkilotining shu muhojirlik kelishkisi olgandan keyin
G'arb davlatlaridagi aktiv Dünya Uyg'ur qurultayidagi va ya Kanadadagi, Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlaridagi tashkilotlar bilan aloqa qilsa, tashkilotlar bu qarindoshlarning tizimligini o'zdirayotgan davlatlardagi mas'ul organlarga berib, ahvolni tushuntirsa, bu qarindoshlarni qabul qilishi tizilishidi. Agar bu qarindoshlar o'sha iltimos qilib o'zini yoshirib, o'zini fayzidan o'zi qo'qib, hech kim bilmasin deb o'ltasa, o'ltirib. Şunlaşqa buningda birisi qarindoshlarimizni ba'zi o'tmishda yuz bergan ochiq sabablar sababli Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bo'lgan ishonch yo'qolib, mutlaq bo'lgan iltimos qiluvchilarning sonidagi ozish bir sabab bo'lgan bo'lsa, ikkinchidan iltimos qilgan qarindoshlarning keyinidan biroz yo'l minib tashkilotlar bilan aloqalashmay o'zini chetga tortib, hatta 8-10 yil turib ketganlar borki, yaqinda bu ishlar o'tirib chiqyapti. Tashkilotlar aloqalashmagan. Ya'ni hech kim bilmasin degan bir psixologiya bor. Bu psixologiya bo'yicha bu qarindoshlarimiz qadam shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti meni bir yerga olib qo'ydi. Ya Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qarindoshlar bir yerga olib qo'ymaydi. Ma'lum bir davlat qabul qilganki, shu davlat yondirmak. Ammo shu davlatning qabul qilishini qo'l keltirish uchun shu davlat tashkilotlar va bu yo'lni bildirganlar yo'l minish kerak. To'g'ri, Mehmet To'xtapadim ishni qistirib qo'y. Endi bu Uyg'ur musofirlar masalasi ham Dunyo Uyg'ur qurultayiniki boshdan tortib hozirgacha Dunyo Uyg'ur qurultayiniki eng asosli muhim kun tartiblarining birisi bo'lib keldi. Dunyo Uyg'ur qurultayi mayli Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Oliy Komissarlığı olsun, başka kişi hukuk teşkilatları olsun, her daim görüşke vaxtida şu Uygurlar musafirlar meselesine en asaslı gün tertip kilovatıdır. Endi bir yerde bazı qarindoshlarimiz siz degandek oddiy o'ylaydigan, masalan, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ishg'ollarga murojaat qilsa, ular qabul qilsalar, biz ne bir davlatga akitib deydigan, ammo qarindoshlar undaq bo'lmaydi, chunki mesela ben hozir Germaniyada yaşayapman, Avrupa Birliği'ni alsak, hozir Avrupa Birliği a'zo 28 davlat var. Uningdagi Avrupa Birliği her yili har bir davlatga qabul qilgan siyosiy panalik tilaguvchilarningki sonini bekitib berdi. Mesela Germaniya bu yil sen 50 mingni qabul qilsan, sen Fransiya 50 mingni va yoki falan davlat 50 mingni. Bular her bir davlatmış Avrupa Birliği a'zo davlatlar shu Avrupa Birliği tarafidan Avrupa Konseyi tarafından bekitib bergan shu son bo'yicha bu yerda siyosiy panalik tilaguvchilarni qabul qildi. Afsuski bu yerda O'rta Sharqdagi ba'zi bu urushlar, masalan Libiya urushi, uningdan keyin bu Suriya urushi, bu nurg'un Uyg'urlarning shu ninki masalasining hal bo'lishiga Uyg'urlarningki siyosiy panalik tilash meselesininki tizilishigimi bevosita salbiy ta'sir ko'rsatdi. Masalan, shu 2014dan boshlab ko'rildi qiliblar 2-3 million Suriyalik har xil qonunsiz yo'llar orqali kollektiv holda Germaniyaga kelganning soni zaten 2 milliondan ortiq hamda. Kep-kep o'qigandan keyin bu Avrupa Birliği tarafidan har qaysi davlatlarga taqsim qilib bergan sondan hassaslab ishib ketdi. Ishib ketgandan keyin shuning bilan bu Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Oliy Komissarligininki qabul qilgan odamlarni ilish nimasi imkoniyati bo'lmadi. Ve mesela o'ylab bakın şu Albaniyada 23 nima Guantanamo'dagi 23 qarindishimiz keyindan sotilib gunohsiz bular deb birlab qo'yib berilgandan keyin shularni qabul qilgan davlat topma shunchalik qiynalib ketdik. Bu shu masaladan masalan. Dastlabda biz Germaniyaga murojaat qildik, 8 ni biz olaylik dedi. Keyin buni Germaniya parlamentiga sundi. Germaniya parlamentini tasdiqlamadi. Oxir amal yo'q bilan ikkisini Slovakiya qabul qildi, 5sini Albaniya qabul qildi va boshqa orol davlatlari va Okeaniyadagi shunday qilib 23 odamda 23 odamning masalasini aytib ko'p qiyinchiliklarni topdik. Aziz qarindoshlar, bu siyosiy panalik tilash masalasi o'tirib chiqdi. Hamda shuni eslatib qo'yay, bu siyosiy panalik hozir mana Yevropada, g'arb davlatlarida Uyg'urlar uchun siyosiy panalik tilashninki bir oltin davri desak bo'ladi. Oltin davri deymiz. Oltin davri deyishimda hozir g'arb davlatlariga, Avrupa Birliği a'zo davlatlarga kelib siyosiy panalik tilagan Uyg'urlarning qabul bo'lish nisbati favqulodda yuqori bo'layotdi. Chunki hozir Uyg'urlar masalasi g'arb davlatlarininki, Avrupa Birliği a'zo davlatlariningki eng asosiy muhim kun tartiblarininki birisi kirdi. Matbuotlar har kuni Uyg'urlar masalasi deyilyapti. Hatto Germaniya Ichki ishlar ministrligi o'tganda yaqinda Germaniyaga siyosiy panalik tilab kelgan har qanday bir Uyg'urni Xitoyga qaytarib o'tmaydiganligi haqida maxsus bir qaror chiqardi.
keyingi mush 1-2 ay ichida 20-30 Uyg'ur Misrdan, Saudiya Arabistonidan, Turkiyadan turli yo'llar orqali kelib siyosatpanalık qildi. Har kuni bir-birlab bularning qabul bo'lganlik xabarini bu yerda anglayapmiz. Chunki Uyg'urlar masalasi rasmiy g'arb davlatlarininki bu yerda rasmiy bir muhim bir kun tartibiga kirdi. Uyg'urlarninki çekivatkan zulmü, çekivatkan azapları, azap okubatları bir yerde g'arb demokratik devletleri tarafından to'liq bu yerda qabul qilindi, muayyanlashtirildi. Shunga aziz qarindoshlar, buni deb qo'yay, andan keyin Boy Mehmet To'xta apandimi deb o'tdi. Bu Yevropada mana shunday. Keladi, hech qanday xayrliqsizlik udulli keladi. Uningdan keyin bu yerdagi tashkilotlar bilan aloqa qilmaydi, maslahat so'ramaydi. Uningdan keyin udulli usib beriblar, siyosatpanalık tilaydi, qalaymiqan gap qiladi bu yerda. Uningdan keyin rad bo'lgandan keyin qo'pib bizni izlaydi. Shunga bu yerda qarindoshlar biz deb qo'yaylik, siyosatpanalık Yevropaga kelib, g'arb davlatlariga kelib siyosatpanalık tilashni orzu qilgan qarindoshlarimiz cho'qim oldin ideyajatni tayyorlab qo'yinglar. Siyosatpanalık degan nima? Qandaq odamlarningki siyosatpanalık tilash salohiyati bo'ldi. Boy Mehmet To'xta apandim qisqacha deb o'tdi. Bir hayotingiz xatar ichida, xavf ichida qolgan bo'lganligini isbotlashingiz kerak. Dalil isbotlar bilan isbotlashingiz kerak. Biz hikoya deb qo'yamiz buni. Anandan keyin aziz qarindoshlar, bizniki Dünya Uyg'ur Qurultiyi tadqiqot markazi tarafidan maxsus siyosatpanalık tilash qo'llanmasi tuzib chiqib, buni qurultayning veb-saytiga qo'yib qo'ydik. Siyosatpanalık tilmoqchi bo'lgan qarindoshlar oldin avval mana shu ekranda ko'rinib turdi. Dünya Uyg'ur Qurultiyininki tor adresi uyg'urkongress.org. Muşnoga kirsanglar, bu siyosatpanalık tilash qo'llanmasi bor. Uni yaxshi ko'rib, uning ideyajatini tayyorlab kelinglar. Chunki birinchi sotinglarda qabul chiqsa, hamma ishinglar siz yurishib ketadi. U birinchi sotda qalaymiqan gapib qo'yib, bu yerda chunki siyosatpanalık tilashning shartlari bor. Shu shartlarga tushirib gaplashib kerak bu yerda. Shunga birinchi sotinglar rad bo'lib ketsa, uningda ikkinchi sotinglar bo'lg'ich ba'zida 6 oy, ba'zida 1 yil, ba'zida 2 yil o'tib ketadi. Bumi sizlarniki ishinglarniki biroz tezroq hal bo'lish uchun bumi putlukashanglik qilgan. Shunga bu yerda siyosatpanalık tilashdan burun cho'qim her qaysi davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlaridan Dünya Uyg'ur Qurultiyininki butun davlatlarda Dünya Uyg'ur Qurultiyininki rahbarlari, vakillari bor. Bularning hammasi siyosatpanalık tilash masalasida, ko'chmanlar masalasida nayda puxta tajribaga ega mutaxassis qarindoshlarimiz bor. Yana bana sizlar ko'rib o'tiribsiz ekrandagi bizning Dünya Uyg'ur Qurultiyi Muhojirlar komitetininki mudir Mehmet To'xta apandimi bu jihatda zaten pishqan bir mutaxassis. Shunga bu masalani qayta sizlarga ninki samanglarga bir yetkazib qo'yay dedim. Andan keyin yana bir qarindoshlar, men mishadim deb qo'yay. Men kunni har kuni eng azından 50-60 qarindoshimiz bevosita telefon qilib WhatsApp orqali biz Dünya Uyg'ur Qurultiyi, biz Germaniyada qonunli qurilgan va boyib deb o'tdim, biz Dünya Uyg'ur Qurultiyi xalqaro qonun prinsiplariga, o'zimiz turayotgan davlatning qonunini hurmat qilgan asosda demokratik kishilik huquq prinsipini yetakchilik qilgan, har qanday shakldagi shiddatni rad qiladigan, tinchlik shaklda harakat olib borgan bir qonunli bir tashkilot. Shuning uchun ba'zi qarindoshlarimiz bizdan savol so'raydi. Ama o sualga cevap veremeyimiz. Mesela qandaq barımız Germaniyaga, Fransiyaya qandaq barımız bu. Bular endi bir yerde Avrupa Birliği'ninki prensiplerinde bu qonun xilaf iş endi. İnsan qaçaqçılığı kategorisiga kirgan narsa. Onunla biz informasyon bergan bir ahvolga chiqib qolamiz. Shunga qarindoshlar ba'zi qarindoshlarga javob bermadim. Xafa bo'lgan qarindoshlar bo'ldi bizdan. Shunga bizni to'g'ri tushuninglar. Bizni qonunsiz ba'zi ishlarga aralashib qilishga bizni majbur qilmanglar. Çünkü Dünya Uyg'ur Qurultiyi hammamizning illiq oilasi, bu lozim Dünya Uyg'ur Qurultiyi hammamizga aziz qarindoshlar buni bu yerda eslatib qo'yay. Xo'sh, Mehmet To'xta apandim ham hozir uzun yillardan buyon shu chet ellardagi yashayotgan mayli ko'chman bo'lib shu hijrat qilib chiqqan Uyg'urlarniki soni jihatdan bo'lsin, ular turayotgan davlatlar bo'lsin, ularning amaliy ahvoli haqida bir sistemlik bir tadqiqot, sistemlik bir orqa turg'izish ahvoli bo'lmadi. Bu vaqtda bu Dünya Uyg'ur Qurultiyi bu o'tgan yil 11-chi ayda chaqirgan Dünya Uyg'ur Qurultiyining oltin navbatlik yig'inida siz muhojirlar o'zingiz tashabbuskorlik bilan muhojirlar komitetini xizmatini o'zingizga oldingiz buni mudorligida. Bu vaqtda sizlarningki komitetinglarning bu vaqtda bir plan programmalari bormi? Albatta, hozir qilayotgan xizmatimiz dal shu plan programning bir qismi, chunki men bu vazifani talab qilganda uzun o'tmaylam Dünya Uyg'ur Qurultiyiga biz o'zimizning ba'zi xizmat qilmoqchi bo'lgan planlarimizni yo'llaymiz. Butun komitetlar mush ishlarni qildi.
Şonlaşqa Dünya Uyg'ur Qurultayıga özümüzün aldığımızga bir yıl içinde icra qılmakçı olan veya amalga aşırmakçı olan plan programlarımızı yollap bergendim ama şu meseleler bunun içinde battı. Hazırda bizning qilib atgan tizimlash işimiz işning dastlabki birinchi bosqichi. Hazır hem deyişimiz kolumuzda 11 ming yakın karındaşımızın arxivi tug'izildi. Başladık deganimdek muaciratdagi Uyg'ur dava tarixidagi eng cho'ng qo'lga kelib turilgan qarindoshlarımızın bir arxiv sistemasi bo'lib qoladi. Bu bir boshlang'ich. Yana birisi hozir bu ishlar borgan sari cho'ngayib Arabistonda 10 mingdan ortiq vatan davlat tavaligiga qo'ymagan qarindoshlarimiz bor. Bulardan mana besim bolawatıdı, uçur kelyapti. Başqa bu tizimlash ishini biraz hazır qo'limizda bor bo'lganma ig'irchilikni biraz yengillatgandan keyin yoki biraz sistemaga tushgandan keyin Arabistonga ayrim bir qarindoshlarni yollab ularning bir tizimlaydigan ishni qilishni o'ylashyapmiz. Yana O'rta Osiyo, andan keyin O'rta Osiyoning Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq davlatlarda bir daqiqa. Bir qarindishimiz telefon qilibdi. Xo'sh, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz yaxshi, salomat edingiz? Rahmat. Alhamdulillah. Ben bu Nahmeydan programını küret müşahidim bir telefon bir soğanın soğun geldi. Xo'sh. Ben bizim Kanada'da yaşadım ha. Xo'sh. Bir neçe qarindoshlarimiz Turkiyada müştizim aldığan ahvallardan bizden mesela surat aldıklarını surat telefon qildi. Xo'sh. Bazı qarindoshlarimiz tizim tutgan ular shu ishga bo'lgan ishonchi nihoyat yuqori. Xuddi patentan bilan bir javob kelib hamda tatarga jabtagandek holat ekan. Ba'zanlar takdirdik son kunlarini jo'shtirib o'yim keraklarni ijaralarni qaytirib tayyorlab qilayotganlar bor degan xabarlarni oldim. Men o'sha Kanadadagi ba'zan bir munosib odamlarni telefon qilib so'radim bu ahvolninki endi qanchalik ro'yobga chiqish ehtimolligi borligini. Menimcha bir aniq javob yo'q ekan, ham buni qanchalik mazgilda chiqadiganligimi aniq emas ekan. Lekin bizning oilaga qarindoshlarimizniki bor qizg'inlik, buningdiki bir bo'lgan tashnalik ham ishonch noyat yuqorilab buning haqiqatda ma'lumotlik bir hissiyotlar keraklarni yig'ishtirib, ijaralarni qaytirib tayyorlab qo'ygan qarindoshlarimizni bog'liq bo'lmiz bu zaman. Şoma Mehmet Tohtatan'ın bilen bir misal bir işaret gerekli malumatlar bo'lsa, mush qarindoshlarimiz qanchalik saqlaya oladi, qanday saqlashi kerak. Mush to'g'risida bir aniq javob beramiz. Biz qarindoshlarimiz yillik ziyon taqishlar olib kelib aşağıda ijaralarni qaytirib talaba tepqanson deb o'ylab telefon qilib keldi. Rahmat. Rahmat. Aziz qarindoshlar, Mehmet To'xta efendim qarindishimizningki savolni oldingiz. Aziz qarindoshlar, mishadan eslatib qo'yay. Yuqorida ekranda ko'rinib turgan bu telefon nomeri orqali boyaqi qarindishimizga o'xshash bevosita Nahmaydan suhbatimizga dahil bo'la olasizlar, qatnasha olasizlar. Xo'sh, Mehmet To'xta efendim boyaqi qarindishimizningki savoliga. Savolni toza uqmadim çünkü ovoz qarindishimiz deydi. Asosan hem de hazır naydı mesela bu şu Kanada köçmen tizimlaş meselesinden keyin naydı çoğun bir hayacan var insanlarda deydi. Bazı adamlar hatta öyününki icaresini qaytırıp, öyünü qaytırıp bununla nayı ciddi, xuddi hazırlık edilgandek bir tayyorlik qilayotgan bir ahvol var deydi. Şuna bununki vaqt meselesi hakkında bu cihatte bir aniq xalqimizga bir nima bersak yaxshi bo'ladi. Chunki bu keyin bu ahvollar biroz so'zilib ketib, qarindoshlarimiz bir ziyon tortadigan qilgan, parakashlik tortadigan bir ish bo'lmasin. Chunki qarindoshlarimizda jiddiy bir tayyorlik bor deydi, ijaralarni qaytirib, mening bilishimcha endi. Bu vaqtda sizning qanday bir tavsiyalaringiz bor? Bu qarindoshlarimiz bu tuyg'uga qanday keldi, onu bilmadim. Xo'sh. Endi bu qarindoshlarning ismini tizimladik. Bu texnik uçurlar Kanada'ya geldi. Kanada'ya geldiğinden keyin bu uçurlarını Kanada'nın özünün
Hükümet talep kılgan enkitlerge bir köçürümüz bunu. Anadaki hükümet kinim kılıp, hükümet karar elip, anadaki bu kıyırındaşlar hakkında ah görünüş tekşürüş degen, bexatarlik tekşürüş degen nesi var? O bexatarlik tekşürüşü bolap, onun neticesi çıkıp, anadaki Kanada kabul kılımen degen yege veya kabul kıysam olduken degen nokta kildi. Onun için jarayan ketidi. Bu kıyırındaşlarımız Muşunda ismini yazgızıp koysak, bu Kanada, bu garip devleti, kabili devleti emas, kabili devleti munda çıkmaydı. İsmini yazgızıp koysam ketkil oldu. Elbette. Türkiye'de kıyırındaşlarga şunu birden bir kayıt ta'kidlaydiganım şu. Bu işga jarayan ketidi. Ama bu jarayan ketidikende bu işni başlamasak hiç bo'lmaydi. Bizning qilganimiz yo'lni meng'avatibmiz. Anadan keyin Türkiye'de kıyırındaşlarımız özünün ahvallarini özleri obdan biladi. Men 10 ming adamdan artık tizimlagan bilen hükümetke 5-6 ming dep son berişimizden sebebi Türkiye'de Uygurlarımız murakkab. Özünün işini çıkmaz koçuğa başlaş için kılmagan kılıkları kılmavatıdı kıyırındaşlarımızdan. Normal insan tutmağa yollarını tutuvatıdı. Normal insan kirmeydigan koçular kirkitip barıdı. Normal insan egeşmeydigan şamallarının kendine egişip hem o ailesi hem balı çakılları hem ata-analarını perişan kıvatıdı. Şunlaşka bu garip devletleri bu kıyırındaşlarımızın bexatarligini tekşürmey turup ha adamni men qabul qilaman degan yer kelmaydi bu bir. Türkiye'deki bütün müştizimlatkan kıyırındaşlarga bu birden bir tapılaydıganım şu. İkinciden bu bexatarlik tekşürüşü yani bu insan Kanada'ga kelsa, Kanada cemiyetiga, Kanada devletiga bexatarlik jihatdan tahdid shakllantiramdi yoki har qanday g'arb davlatiga tahdid shakllantiramdi. Bu savolning javobini topadi bir. İkinciden Türkiye'de kıyırındaşlarımız şunlaşka hazırdan başlap mayli Facebook, WhatsApp'ta bolsun yazgan, koygan uçurlargacha dikkat kılsın. Mani dep koyay. Çünkü hazır nurgun devletler çigaradan ötkende köçmen buluşunu ayan qarıp turaylı. Fizik iltimas qılgandım o. Bizden şu ijtimai taratqı degenimiz, sosyal medya degenimiz şu yerde yazgan, şu yerde ilan qilgan, şu yerde ortaklaşka uçurga qarab bizden qandaq köz qarashdagi adam ekanligimizni, qandaq ideologiyaga taba ekanligimizni bir qarab bilalaydi. Bu futbolni o'yinchi kerak. Eng muhimi Türkiye'deki bazı hanım kızlarımızga kayıt ta'kidlab. Bularni kim bu koçuğa başladı bilmeymen. Yürüş duruşları eğer Türkiye'de bir dini cihattan sezgör 99 Müslüman degan devlette eğer bu yürüş duruş gayri deb qaralgan bolsa, radikal deb qaralgan bolsa, g'arb devletleri elbette radikal deb qaraladi. Şonlaşqa bu qiyindaşlarımız Müslümandek yürüşünü öğrensin. Özem bilgen Müslümandek emas, biz bilgen Müslümandek. Yani şeyhleri buyurgandek emas, Allah Teala buyurgandek. Yani köp sallık, asası yıkmandek. Baltırmış çağırsın. Yani Kanada hükümeti, ben müşbitimde Kanada kelime dep bilgan bolsa, biraz işte ham oylagan boludu. Kanada cemiyeti, yani qarapla, ya insanı özüden uzaklaştırdıgan, insanı özüden biraz ürkütüdügan bu görünüşle Türkiye cemiyeti de yat görülgen olsa Kanada ve garip devletler elbette yat görülgen. Şunlaşka bexatarlik tekşürüşü anandan keyin bu kıyırındaşlarımızdan hazır müşakkada çıkıvatkan dokladlar az emas garip devletleri de. Bu da kıtım tızımlı kılıp ağanda El Cezira'dan muhbirler bağın. Muşulağımı şunu düşündürüp koyduk. Çünkü hazır Uygurlarının Xitay hükümetinin kolda qanchalik ig'ir zulmni ko'rayotganligini bilamiz va Xitoy hükümetinin mush o'zining zulmini oqlash uchun qilmagan hili-nayrang yolg'onlaridan qolmaganligini ko'ryapmiz. Xitoy hükümeti yaqinda nima deyapti? Biz radikal Uyg'urlarni edam qilyapmiz. Mushuni uçqashqari deyapti. Hamda bu Türkiye'deki Uyg'urlarimiz nima radikal deb Xitoyning qo'lidan ekmegiga non sukapmiz, yog' sukapmiz. Yani dikkat kılsın. Yani ben özüm halıganç yaşayma degen bilen bu kıyırındaşlarımızdan yaşaş demesi, vatanda kıyırındaşlarımızdan tıkımı iğir zulüm körüşüge, Xitay'nın özünün zulmüne haklı çıkışıga bağını bulup veriyordu. Bu kıyırındaşlarımızdan bazılarını Xitay hükümetinin mahsus çıkağanlığını biz bilemeyiz.
chet ellarda necha vaqt buyon Uyg'urlarni terrorist deb bataqmidi. Guantanamo Uyg'urlarni saq salomat gap ketdik. Xitoyning terrorist degan gapni chet ellik Uyg'urlar og'dirib o'taligi uchun Guantanamo Afg'onistondan tutilgan Uyg'urlar saq salomat yashayotdi. Mana endi Xitoylar bo'lguncha deb baxti. Buningda men bir joyga boramidi. Endi radikal Uyg'urlarni bostiryapmiz, radikal Uyg'urlarni tarbiyalayapmiz, radikal Uyg'urlarni o'zgartiryapmiz deb bu narsani bozorga solyapti. Mo'shta sharoitda chet eldagi ba'zi Uyg'urlar shunday tutgani dal Xitoy hukumatiga naiti tepilmas bir huzur beryapti bu qarindoshlarimiz. Shunlashqa bu qarindoshlarimiz normal musulmondek yaxshi musulmon bo'lsin, axloqli musulmon bo'lsin, aqidasi uchun bo'lsin, musulmonlardan Kanadaning va G'arb davlatlarining berilmaganimiz yo'q. Davlat jihatini aytgan. Ammo ko'rinishda radikal mundaq narsalar yolg'iz davlatni emas, ko'chadagi xalqlarni urkitadi. Bu narsalar bu yo'l, bu hayot shakli bilan bu qarindoshlarimiz o'ziga emas, farzandlariga emas, hatto vatanda Xitoy hukumatining texmi haddidan ishiga bo'naman deb ko'zirvagan. To'g'ri, Mehmet To'xta efendi buni yaxshi izohladingiz. Chunki bizningki g'arb davlatlarida bo'libmi Yevropa ellarida Uyg'urlarningki nimasi bu yerda ta'sirini ayt yaxshi. Masalan, bizni madaniy, madaniyatli ilg'or musulmonlar deb qaraydi bizni. Uyg'ur millatini bizning bergan ta'sirimiz shunday yaxshi. Endi yana siz boya aytgan muhim nozik bir masalani eskartib o'tdingiz. Yurish turish masalasi bu yerda. Albatta biz bütün xalqimizningki bu yerda yashash erkinligi hurmatlaymiz albatta, ammo bu yerda davlatlarning qonuniga bu yerda hurmat qilish majburiyatimiz bor. Masalan, hozir Yevropaga a'zo 28 davlatning ko'p qismida yüzünü ayollarning, xonimlarning yüzünü yetib cheklangan endi. Cheklangan. Shuning uchun biz o'tganda bu Brükselda namoyish qilgan vaqtidami shu bilgandimi xonimlarningki yüzüning yetib cheklanganligi uchun biz ataydan namoyish qilguvchi xonimlarga shuni ataydan eskartdik. Mumkin bo'lsa bir maska taqib nimani o'rniga qiling deb. Nurg'un davlatlarda bumi cheklangan endi. Yevropa birligi a'zo davlatlarda bunimi bir eskartib qo'yaylik. Boy bir qarindishimiz so'rabdi. Belki Adilcan bo'lsa kerak qarindishimiz debdi. Dunyo Uyg'ur Kultininki siyosiy panalik tilash mas'ul advokat bobi deb. Bizningki qarindoshlar sizlarga ma'lum, Dunyo Uyg'ur Kultininki markaziy organ Germaniyaning Myunxen shahrida bizningki bir advokatimiz bor. Bu advokatimiz bu. Sizlar hammanglar Ikkinchi dunyo urushining kinolarini ko'p ko'rdinglar. Gitlerning yenda turadigan bir marshal bor, semiz cho'ng bir marshal, Göring deydigan havo armiyasi marshali. Shuningki tuqqani bizning advokatimizning ismini Göring. Shuningki jiyani bo'lsa kerak balki. Bizning ayt kuchli advokatimiz bor. Anadagi siyosiy panalik tilashda aziz qarindoshlar, ko'p ballarda bu Yevropa birligi a'zo davlatlarga kirib siyosiy panalik tilsanglar advokatni ketmaydi endi. Hozir Uyg'ur degan gapning o'zi yetib boshlagan bo'ldi. Chunki to'linib ketdi Uyg'ur masalasi. Burun biroz testda albatta advokat orqali siyosiy panalik tilsanglar biroz oson bo'ladi. Biroz qulayliklar bor. Advokat haqqında qimmatli emas. Ba'zi advokatlar men hozir yenimda ko'p pulim yo'q. Men buni bilib to'laydi desanglar, uningga yoqtirmaydi. Ammo ko'p ballarda bizning qarindoshlarimiz advokat ishlatmayotdi. Faqat sotqi o'zinglar yaxshi tayyorlik qilsanglar, menimcha advokatga hojatmi yo'q, ammo advokat lozim desanglar, hozir Yevropa birligiga a'zo nurg'un davlatlarda maxsus Uyg'urlarningki siyosiy panalik tilash masalasiga mas'ul advokatlar bor. Masalan, Norvegiyada bor, Şveysariyada bor, Shveysariyada bor, Gollandiyada bor, Germaniyada bor, Fransiyada bor, ham yerda bor. Ham maxsus Uyg'ur tarjimonlar bor. Sotda sizlarningki siyosiy panalik tilash sotinglarda tarjimonlik qiladigan tarjimonlarmi bu yerda bor. Kelib tashkilotlar bilan aloqa qilishingiz kerak va bu yerdagi siyosiy faoliyatchilar bilan aloqa qilishingiz kerak. Yaxshi tayyorlik qilib puxta tayyorlik qilishingiz kerak. Bayqi qarindishimizga bergan savolim shu, agarchi bizga advokat lozim desanglar, biz albatta ko'plagan davlatlarda Uyg'ur tashkilotlari bor. Shu Uyg'ur tashkilotlari bilan aloqa qilsanglar, ular sizlarga lozimli advokatni sizlarga bu yerda tepirishga tirishadi. Aziz qarindoshlar, bayımı deb o'tdim. Mehmet To'xta efendi buni izohlab o'tdi. Bu muhojirlar masalasi bizning qanaqa yarimiz deb
muhacirlar meselesi mi Dünya Uyghur Kurultayı'nınki en mühim gün tertiplerinden biri. Şunun için muhacirlar komitetıga burun Mehmet Toqta Efendi men kurultayının bağı reis deyim, men bir komitetıga müdür olmayman demey. Bu da məxsus muhacirlar komitetıga üzü namzat bulup muhacirlar komitetıga bunun mesela buluvatıdı. Az qardaşlar endi bu Dünya Uyghur Kurultayı hazırgıçı muhacirlar meselesini ait köp bidakarlık gösterdi. İqtisadi jihatdan bolsun, xalqaro münasibət jihatdan bolsun, siyasi jihatdan bolsun. Biz näge basaq, VDT'ye basaq, nimege basaq, şu muhacirlar meselesini birinci orunga koyup şunu köprek biz ta'kidlab kelyapmiz. Albatta biz bu yerda ko'nglimizni yerim qilgan biz o'ylamagan ba'zi hodisalar bo'ldi, strategiyalar bo'ldi. Masalan, Kambojadan ba'zi bir qism qarindoshlarimizni qaytarib o'tish voqeasi bo'ldi. Uni oldini ololmadik. Uningdan keyin Taylanddan bilasizlar, yüzüne çıkan dişimizden Xitoy qaytarib o'tish hodisi bo'ldi. Buning oldini ololmadik aziz qarindoshlar. Bizni to'g'ri tushuninglar, Dünya Uyghur Kurultayı davlat emas. Bir devlet emas, bir teşkilat, Germaniyada qonunli qurilgan. Biz qo'limizdan kelgan tirishchilikni ko'rsatdik. Endi bu yerda bir nuqta bor. Mehmet Toqta Efendim yaxshi biladi. Biz Dünya Uyghur Kurultayı siyasi qochqinlar masalasiga, ko'chmanlar, Uyg'ur musofirlar masalasiga insoniy nuqtadan qaraymiz biz. Birisi shunday kelgandiklar Taylandga yoki Vyetnamga 10 Uyg'ur paloniya qochib ketdi degandiklar biz uni to'g'rimi, o'g'rimi uni surishtirmaymiz. Oq ko'rinishda hech qanday surishtirmayli berib avlashni qutqizayli deymiz endi. Onun dikkat qutqizimiz. Qutqizib akaga adamniki 9'u ba'zi bizni tillaydi, bizni qarshi harakat qiladi. Ba'zi qalayim qayerlarga ketadi, Suriyaga uyak degandek. Ama bir yerda Tibetliklar bu meseleге siyasi nuqtadan qaraydi. Masalan, Tibet sürgün hükümeti var. Mehmet Toqta Efendim aytdi, yaxshi biladi. U bizga o'xshash Uyg'ur kapitalisti guldirlab berib tutqazmaydi ular. Ularninki Ichki ishlar ministri var sürgün hükümetinin. Ichki ishlar ministerligining odamlari agar Nepalga 50 dan Tibetga qochib ketdi desa, berib avval ularning oq ko'rinishini surishtirdi. Sen Tibetlikmi, Tibetlik emasmi? Tibetning nerede yaşaysan? Sen qandaq adam? Uningdagi ularni kategoriyaga turlarga ayirib chiqdi. Bu adam qaysi bularning ichida Xitoy hukumat tarafidan izlayotgan adam, qaysi siyasi qochqin, qaysi normal jambiy chiqqan adam buni turlarga araydi. Turlarga arib turib, aningdagi shu bo'yicha hayot xatar ostida qilib qochib chiqqanlarni birinchi kategoriyaga arib, ularni surishtirib Tibet orqali, Tibetdagi maxfiy o'zining odamlari orqali o'sha odamning da'vatining rost yolg'onligini aniqlab, uningdan keyin bularni til kursi, inglizcha kurslarga nima qiladi, aningdan keyin kasbiy maktablarga taqsim qildi, satrashlik, u bu degan o'xshagan oddiy shaklda. Uningdan keyin plan program bo'yicha bularni g'arb davlatlari, Yevropa davlatlariga o'tkazib ishonchlik deb qaragan. Biz unda qilmaymiz. Masalan, ba'zi qarindoshlarimiz Tibet shunda kuchli. Iqtisodiyotdan bizdan 200 kuchli hozir. Maxsus ularning surgunda hukumat bana ait kuchli, ba'zi Afrika davlatlarida kuchli iqtisodiyotdan. Ammo shunda turib, Nepaldimi har yili degidek o'tgan bir Tibetlik bizga shuni aytib berdi. Nepaldimi nurg'un Tibetliklarni Xitoy qaytarib o'tgan avvallar bo'lgan. Shularmi dini o'xshashtirib Tibetliklarni buni to'sgan bo'lgan aziz qarindoshlar, endi bu hech qasimiz istamaymiz. Bir Uyg'urninki Xitoy qaytarilishini bu masalan Kambodjalik qarindoshlarimiz qaytarilgan ko'nglimiz yerim bo'ldi. Biz aşağı Dünya Uyghur Kurultayı maxsus adam o'tdik, iqtisodiyotni nurg'un yordam qildik, boshqa davlatlarga, bexatar davlatlarga o'tkazish uchun zo'r tirishchilik ko'rsatdik. Butun xalqaro munosabatlarimizni safarbar qildik. O'tganda bu masalan Tayland turmisidan qochib, Malayziyaga qochib bağlan qarindoshlarimiz uchun mana Mehmet Toqta Efendim o'zimi shoyat mana bizning muhojirlar komiteti maxsus uyaga qiymasma va boshqa qarindoshlarimizni o'rmonlarning ichidan ashlarni tep chiqdi, bir yerga yerlashtirdi, iqtisodiyotni nurg'un bidakorlik ko'rsatdik va Bulg'oristonning turmushga yetayotgan qarindoshlarimizga hozirgacha har kuni shu qarindoshlarimiz bilan gaplashyapmiz. Ularninki sud uchun maxsus terjimon o'tdik, advokat tutdik, iqtisodiyotni yordam qildik, ammo kaltakni biz yapatımız Dünya Uyghur Kurultayı. Biz yapatımız. Dar zaman bizge bir qattiq hujum var. Türklerden bir gibi var, ayet yaxshi ko'rma, ağzımda qush tutsam yarnamayman degan. Çünkü biz şu derecede fidokorlik nima qilyapmiz? Xuddi buni bizning bu ahvolimizni, bizning hujumga uchrash ahvolimizni masalan siz samimiy niyat bilan Turkiyaga berib ko'chma o'tkazish masalasi buni tizimlash harakatini yapmadingiz. Bunun keyindan bir patman fitna fasod chiqdi. Xuddi buni manaliqi Nasriddin Efendimning o'g'li bilan eshakka mingan latifasiga o'xshatmaylik. Efendim eshakka minib o'g'li yitlab mansa, yo'lda ketayotganlar debdi-da. Qaramamsa ma Kerna bichara bolasini eshakka yitlib qo'yib o'zi minib olibdi eshakka deb. Uningdagi efendim o'zi eshakni yitlab bolasini eshakka mindassa, va qaramamsa ma u
reyimsiz ne dep balasını tillap darısı işekni yıtıltıp koyup üzümünü yaptı o dep. Şuna ola efendimlik oldu işekni dümesik atıp banks harmansı akmak ne. Bir odda işek tusu minmeydi ne bileyim yaptı. Şu hem de bir yerde ağzımızda tutsak mı yanlanmayımız dediğin gap bunu ayet doğru edilen bir gapken. Az kırındaşlar bugün senin kravatın Dünya Uyghur Kulti tarafından tasdiqlangan Tor televiziyasının Nahmaydan programısı ekran aldığımızdaki sizler görüp turgan bu aziz muhterem meminimiz bugün Dünya Uyghur Kulti'ninki muhacirlar komitesininki müdiri Kanada'da istikamet tuturayotgan Mehmet To'xti efendim Dünya Uyghur Kulti'ninki rasmiy tordu bugün şu köçmenler meselesi hakkında ve Kanada'ga köçme yötkaş köçmen tizimlaş meselesi hakkındaki bazı meselelerge rasmi yosunda cevap veriş için bugün Nahmaydan programımızda aziz qarindoshlar ben programның beşimi dep öttüm. Dünya Uyghur Kulti axbaratninki bütün axbarat vasıtalarının hemisilerinin ortak sadayınlar, ortak mal mülkünler. Ben muş fırsattan paylaşıp durup Dünya Uyghur Kulti vakalten Dünya Uyghur Kulti Tor televiziyasının kuruluşuna yardım kılgan, iqtisodiyat, maneviyatına yardım kılgan ve bizni qo'llab dua kılgan bütün qarindoshlarımızga alayda minnetdarligimni bildirman. Aziz qarindoshlar, mush ekran orqali bunun deyken biz her gün sizlerle yüz görüşüp turibmiz, uçuruşup turibmiz, muңdishimiz, sirdishimiz ve ekranda ko'rinib turgan bu telefon nomer orqali sizlar bayib bazı qarindoshlarimiz kirdi suhbatimizga bir vasita bu suhbatga qatnasha olasizlar aziz qarindoshlar. Bir yerde Mehmet To'xti bilan hurmatli Mehmet To'xti bilan biz dastlabdan deb o'tdim, nayt pishqan bizniki siyosiy faoliyatchilarimizning birisi, bu yerda nayt iqtidorli nurg'un masalalar va sizlar so'ragan masalalarning hammasiga javob beramidik aziz qarindoshlar vaqt munosabati bilan. Bundan keyin albatta biz Mehmet To'xti efendini bugun Nahmaydan programmasiga akilib oldik. Bundan keyin mush ekran orqali biz Mehmet To'xti efendi bilan boshqa sizlar qiziqqan masalalar va boshqa masalalar haqida muhojirlar masalasi, ko'chmanlar masalasi va Uyg'ur davosininki g'arb dunyosidagi xalqaro taraqqiyot ahvoli, Kanadadagi Uyg'ur davosining taraqqiyot ahvoliga munosabatlik bundan keyin pat biz Mehmet To'xti efendi bilan suhbat o'tkazishga tirishamiz. Hurmatli Mehmet To'xti efendim, ataydan vaqtingizni chiqarib bugungi suhbatimizga qatnashib berganligingiz uchun ko'p rahmat. Qimmatli bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga tekrar minnatdorligimni bildiraman. Bo'ldi, rahmat. Bizni ko'rgan, anglagan qarindoshlarımızga tekrar hürmet ve salam yollayman. İnşallah patlıkın yana evvalışımız bu hakikada cık paranlar değildi. Hem de başlandı. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar, sizlarninki ko'rayotgan kanalı Dünya Uyghur Kulti tarafidan tasdiqlangan Tor televiziyasininki Nahmaydan programmasi. Aziz qarindoshlar, programning beshini deb o'tdim. Dünya Uyghur Kultininki Tor televiziyasi hammalarninki o'rtaq sadosi, hammalarning qalb sirdishi. Aziz qarindoshlar, bizningki asosiy hujum nishonimiz Dünya Uyghur Kulti tarafidan tasdiqlangan bütün axborot vositalariniki faqat mustabid komünist Xitoy hokimiyati. Biz mustabid komünist Xitoy hokimiyatining abdi basharasini ochamiz. Biz hech bir zaman ichki ixtilof, ichki ziddiyat, ichki mojarolarga kirmaymiz aziz qarindoshlar. Buning vaqtimizmi yo'q. Sizlar hozir ekranda ko'rinib turgan bu telefon orqali bundan keyin bizningki bu Nahmaydan suhbatimizga sizlarmi bevosita bunaqa qatnasha olasizlar. Qanday savolinglar bo'lsa, Dünya Uyghur Kultiga munosabatlik va yoki da'voga munosabatlik yoki Dünya Uyghur Kultining rahbarlariga munosabat qanday savolinglar bo'lsa, qo'limiz ko'ksimizda sizlarga har zaman javob berishga tirishamiz. Aziz qarindoshlar, bizning maqsadimiz boshda deb o'tdim. Hargiz Nahmaydan programmamiz berayotgan boshqa qarindoshlarimiz bilan raqobatlashish emas bizning maqsadimiz. Bizning maqsadimiz muhojirat yashayotgan qarindoshlarimizni Uyg'urlar masalasi, Sharq Turkiston masalasi, Xitoy vaziyati haqida yeni uçur ma'lumotlar bilan sizlarni vaqtida ta'minlab turish bu bizningki asosiy maqsadimiz. Aziz qarindoshlar, ekran oldidagi mushu qarindoshlarimizning hammalarga men tekrar rahmatimni bildiraman. Hammalarga xayrli kechalar tilayman. Cenab-ı Allah hammalarni salomat qilsin. Kelar qatimliq biz programmamizda ko'rishaylik aziz qarindoshlar. Shuni eskartib qo'yay. Biz mushu oydan boshlab Dünya Uyghur Kulti tashviqot va uçur markazi tarafidan haftalik xabarlar programmasini yo'l qo'ygan. Dünya Uyghur Kultining Tor televiziyasida Dünya Uyghur Kultining Facebook sahifasi orqali haftalik xabarlarni ko'ra olasizlar. Masalan, tunugün biz o'tgan haftalik xabarlarni biz tunugün berdik. Biz bu haftalik
haftalik xabarlarni, bu vaqtdagi uçurlarni hammasini xalqaro Uyg'urlar munosabatlik muhim uçurlarni biz yana Xudoyim bo'lsa, shu oldimizdagi yakshanba kuni sizlarga yetkazishga, haftalik xabarlar programmasi yetkazishga tirishamiz. Unda bo'lsa hammalarga takrar rahmat, hammalarga xayrli kechalar.